Onamdan so'kib qo'ygan, o'shanga olib kelish kerak. Kim ekan u? Bilmayman, lakasi tashlagan, olib kelaylikchi. To'p yur ketdi. Tinchlikmi? Necha qiling bizani bu yo'lga? Ha, bittasini onasidan so'kib qo'ydim. Hozir kelib so'rab olmoqchi. Telefon qil, bo'lmasa tezlashsin. Hozir telefon qildim, kelishyapti ekan. Shunaqa tema aka. Mashinamidi? Da, mana shular kelishdi. Mashinamidi? Na, o'rtoq, mana shu bolalar. O'rtoq, keta qolaylik, problema kelmas. Men bularni yaxshi taniyman. Nima deganing bu? Men yoningdaman. Tusha oldimga. Bolalar yaxshimisizlar? Qaysi biringlar bilan telefonda gaplashdim? Men bilan gaplashding telefonda. Sanmisan onamdan so'kingan? Ha, men onangdan so'kkan. Xohlasam yana so'kaman. Nima keladi qo'lingdan? Bolalar sal sekinroq choli xalq qilsak bo'ladi, shu temani. Ana gaplashishimiz sendan so'raymizmi? Ne yarashyapsan sen? Onadan so'kinib yaxshi ish qilmayapsizlar lekin. Sendan so'raymizmi endi so'kishni? Aqlli. Sizlar bilan bu yerda gaplashamiz ekan, bolalar. Yuringlar, sizlar bilan zo'r joyda gaplashamiz. Nima gaping bor, shu yerda gaplashamiz. Qo'rqmanglar, o'ldirib qo'ymayman. Yo'q, qo'rqasizlar. Nima deyapti bu aka? Hayda. Tinchlikmi? Nima olib kelib bu yoqqa bizni? Sanmiding onasidan so'kingan? Bosh o'ylamadingmi, onasi bormikan, yo'qmikan? Mujik. Mana shu bola hammamizga mashitdi. Erkak bo'lish o'rgatdi. Tisha oldimga. Mani onamdan so'kdi dedilar. Onamdan haqorat qildi. Axir aybi men qilgan bo'lsam, onamda nima ayb? Ey Allohning rasuli, Zaydni chaqirtirdilar, bu yoqqa keldilar. Sen Bilolni onasidan so'kdingmi? Qora xotinni bolasi dedingmi? Yo Rasululloh, og'zimdan chiqib ketibdi. Bilmay qolman. Jahl ustida aytvoraman.